Aktyor Yigitali Mamajonov Aysenemxon bilan o'rtalarida qanday sir borligini va buning oqibatida ayoli bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelganligini to'g'risida barchasini ochiq gapirdi. Azizlar, bu videomiz boshqalaridan tubdan farq qiladi. Bu safar bari fosh bo'ladi. Iltimos, videorolikni oxirigacha ko'ring. Aktyor Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sa'dullayevaning oilasi bundan bir necha oy avval ajrim yoqasida edi. Aktrisa Instagramdagi sahifasidan turmush o'rtog'i bilan tushgan suratlarini o'chirib tashlagan. Ular ijtimoiy tarmoqda bir-birini kuzatishni to'xtatgan edi. Yigitali oilasida notinchlikka nima sabab bo'lgani haqida gapirdi. O'zbek qizi filmida Aysenemxon Yusupova bilan sevishgan juftlikni ijro etganmiz. Har bir aktyorning o'ziga yarasha metodikasi bor. U o'zi uchun muayyan holatga kirish uchun yo'nalish tanlab oladi. Aysenemxon bilan kliplar, seriallar orqali tanishmiz, lekin yaqindan emas. U qiz bilan sevishib, muhabbatni boshdan kechirmadik. Mening filmdagi obrazim Rustam Aysenemxonning obrazini sevadi. Men filmda Rustamga aylandim. Syomka tugagandan keyin holatdan chiqdim. Har bir erkakning o'z dididagi ayoli bo'ladi. Aysenemxon mening didimdagi qiz emas. Ayolim juda qattiq rashk qiladi. To'g'ri, sevgani uchun rashk qiladi. Lekin bu mening ishim. Erkak kishimiz biz. Tirikchilik sababi kino. Ishimni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ayollardan iltimos, erkak kishining shaxsiy hududini buzmang. Bundan bir necha oy avval oilamiz kuchli rashk sabab ajrim yoqasiga keldi. Jinnilarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi narsa emas. Buning oqibatida fojialar yuz berishi mumkin. Birinchi eng yengili oila buzilishiga, keyinroq esa o'limgacha olib kelishi mumkin. Ayol kishi o'zi bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadi. Nafsiyonatingizga tegadigan narsalar gapirib qo'yadi. Shunaqa paytda shuncha umrimni, vaqtimni, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan? Bundan keyin hayotimni baxshida qilib bu inson bilan yashash to'g'rimikan? Arzimaydi-ku bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikr sekin-asta kuchayveradi. Kuchaygandan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday vaziyat bundan bir necha oy avval bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, jinnilarcha yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonga siz bo'yin egib yashashingiz kerak. Men bunday sevishga tayyor emasman. Bu narsa meni bezillatadi. Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy, tubsiz, beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Meni bunday sevishlari kerak emas. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.